Yaxshi, ko'mirlar chiqayapti, lekin temirlar nimaga chiqmayapti ekan? Вообще hayronman. Mayli, nima bo'lganda ham hech bo'lmaganda ko'mir oldim va 8 ta temir bilan chiqayapman. Quruq qo'l bilan chiqqanim yo'qki shuncha ishlab tonga. Xo'p, aytgancha barchaga salom do'stlar. Mani ismim Arnold va mani yangi video roligimga xush kelibsizlar. Bolalar obunachilar yaxshimisizlar? Bolalar mendan so'rasanglar, men hozir mana bu ko'mirlar bilan temir qidirayotgandim. Sababi hozir temir judayam kerak bo'lyapti. Qarzlarga kirib ketganman. Temirlarimni hali sotishim kerak. Shu sababdan bolalar bilasizlar, bir ikkita mayda-chuyda ishlarda bolalar. Xo'p, qiziq. Mana bu yerlarda bormikan temir deb qarayapman bolalar, lekin temir chiqqani yo'q. Oldinlari temir har doim chiqardi. Shoshmanglar bolalar, men bitta oltinli joy ko'rgandim. Shuni ko'rsak, menimcha hech nima qilmaydi. To'xtanglarchi, bu yerlarda menimcha yo'q. Ha, oltin olsam nima qilarkan, bolalar? Mana bu yerda oltin ko'rgandim adashmasam. Albatta, mana bu yerda oltin bordi. Mayli, oltinni olaveraylik, baribir ham hech kim kerak emas. Anchadan beri yotibdi, hech kim ko'rgani yo'q menimcha. Unutib yuborishgan bo'lsa, bu menga bo'lardi. Juda ham ajoyib bo'lardi. Xo'p, 10 ta oltin, 11 ta ekan. Mayli, endi bularni mana bunday qilib to'ldirib qo'yamiz o'rnini. Okey, oppa, yaxshi. Bitta ortib qoldi, bittani esa nima qilamiz? Mana bunday qilib to'ldirib qo'yamiz. Okey. Xo'p. Qiziq. Mana bu nima ekan? Keyinroq ko'ramiz. Hozir mana o'zimda bir ikkita ishlarim bor, shularni qilishim kerak. Bolalar bilasizlar, mayda-chuyda ish. Xo'p, pochtaga qaramabman boya ertalab. Bash chanqab ketdim Okey, yaxshi. Mana bu olamiz. Xo'p, bolalar, короче, meni ko'rishinglar mumkin. Men hozir ishlarni qildim va hozir mana bu yerga mana to'xtanglar, hozir 5 minut bolalar. Bunday qilamiz, bunday qilamiz de. Okey, bularni bunday qilib qilamiz. Temirlar ham kerak bolalar, bilasizlar, ko'p narsalarni qo'yish kerak hali. Xo'p. Nima ekan bu? Qarz daftari. What the heck? Okey, xo'p. Qarzlar. Energiya 14 ta izimrud, gaz 29 ta izimrud, soliq what the heck 50 ta izimrud, tuz qarz. Do'stimdan qarz olgandim 300 ta izimrud. Oh my god, kredit. Oh my god, kredit. Kredit qachon oldim men? Vay, bo'ldingizlarmi bolalar, mana kredit, mana bu notebookim kreditga oldim. What the heck guys, bunisi kredit to'lamasak bo'lmaydi. Uning uchun nima qilamiz? Bir tiyin pulim yo'q bolalar, bilasizlar. Umuman mana pul yo'q. Nechta qolgan? Bir 9 tami izimrud qolgan. Ana endi nima ham qilardik bolalar? Hozir biza to'xtanglar-da, ana yerda nimadir ko'rgandim. Nech temirlar. Okey, to'xtanglar, e'lon berib qo'yayda. Hop, temirlar sotiladi. Okey, bo'ldi, xo'p, e'lon berib qo'ydim, yaxshi. Hop, bolalar, obunachilar o'zingizlardan so'rasang, mendan so'rasanglar bolalar, hammasi menda chot kichik baba bolalar. Hop, oh my god. Hop, salom Arnold. 1k izimrud olishni istaysam, 1000 ta izimrud degan, 1k. Oh my god. 1000 ta izimrud bilan men qarzlarimni yopib, даже uyimni zo'r qilsam bo'ladi. Ajoyib. Hop, sandiqning ichiga yutuqni yarmi turibdi. Ertaga ertalab senga shart beraman. Bu meni shartimni bajara olmagan odamning ahvoli. What the heck? Seriously? Serios bolalar, mana qaranglar. Voy, вообще yo'q. Mayli. Biz olishga majburmiz bolalar, sababi men qarzlarimni to'lamasam, meni qamab qo'yishadi. Qamab qo'yishmaydi, uyimni tortib olishadi. Juda ham yomon bo'lardi bu narsa. Shu sababdan mayli, izimrudlarni olamiz bolalar. Okey, bu yerda yarim bo'lsa 500 tacha izimrud bor. Qarzlarimni to'layman. Qani ertaga qanaqa shart bor ekan? Ishqilib juda ham qiyin shart bo'lmasa, zo'r bo'lardi. Mayli. Hop, unda mana shularni olib qo'yib qo'yaman va qarzlarni bemalol to'lab kelaman. Hop, merdan hozir qarzlarimni to'lab kelishim kerak. Ortig'i bilan to'lab qo'ysam, keyin yana qarz o'tirmaydi. Mer, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Arnold, kel. Nima xizmat? Polizga ishlamaysanmi? Yo'q, polizga ishlash umuman yoqmaydi. Короче, mer mana sizga svetdan qarzim, gazdan qarzim va soliq to'la. Soliq nechta edi? 50 edimi? 2, 37, 40. Okey, bo'ldi, 50 ta bo'ldi. Mana mer soliqniki va yana nimadirdan qarzim bor, kredit o'zim to'layman. Bo'ladimi? Bo'la, malades. Arnold, bo'ldi, ketaver. O'zim to'lab qo'yaman. Ortig'i bilan to'lading, va gaz bilan svetni. Ha, shunday. Mer mayli, yana ortiq
bilan. Hop, 7 ta nima edi? 7 ta gazga, 7 ta svetga, energiyaga. Mayli, sog' bo'ling. Mayli, sog' bo'lardan. Okay, mayli. Mana bolalar, men hozir to'lovlarni qilib qo'ydim. Qani, ana endi nima bo'lar ekan? Shal juda ham qiyin shart bo'lmasa. Ungacha bolalar, men hozir bu qarzlarimni ham to'layman bolalar. Xo'p, nimalarni to'ladim men? Energiya to'landi, gaz to'landi, soliq to'landi, kredit to'layman. Do'stimdan qarzim olmagan do'stim bu yerda yo'q, shu sababdan o'zim prosta hozir to'lab qo'yganman. 300 ta edi, to'g'rimi? Xo'p, bolalar, hozir hisob kitob qilamiz. 64 ga 64 128 bo'lyapti bolalar. Hozir 128 ga 128 bo'lsa 256 bo'lyapti. To'g'ri. 256 bo'lsa, yana 256 ga 256. Umidda bolalar, nechta qarzim bor edi men o'zi? 300 ta qarzim bor ekan. Xo'p, mana 4 tasi 256 bo'lyapti. Bunga qo'yamiz. Xo'p, 256 bo'layotgan bo'lsa, mana bu yerda menimcha 46 tami qo'yish kerak, to'g'rimi? 5 minut. Okay, mana 46 ta bo'ldi. Menimcha 300 ta bo'ldi. Yana xato qilgan bo'lsam yozishim mumkin kommentariyga, lekin xato qilmadim. Okay, bo'ldi. Ana endi bularni hozir mana bunday qo'yaman. Okay, mayli. Xo'p. Mayli, yaxshi. Nima ham derdik bolalar, ertaga qani kutaylik, qanaqa shart berar ekan. Ungacha bolalar sog' salomat bo'lasizlar. Voy. Yo'q, qayerdami? Tushmadim. Nima? Uy. Qayerdami? Uyim nima bunday tentiladi? Tushmadim. Sandiq ichida nima bor? Arnold. Bu yerdan chiqmoqchi bo'lsang omad. Agarda shu yerdan chiqa olsang, senga yutuq hozir beriladi. Agarda chiqishga o'zing yetmasa, 7 kun shu qizil chiziqning ichida yashab berishing kerak. O'ylab olishing uchun vaqt. Bunaqa varaqlanmaydimi? Tushunmadim, bu uyim nimaga bunaqa qilib qo'yibdi? Agarda yutqazsam, menimcha ana u qiladi, nima desam bo'ladi? Yaxshi, hozircha nima yutqazsam, uyimni portlatib tashlasa kerak o'zim bilan birga. Mana buni qaranglar ahvolni. Ko'rib turibman qanday bunday ahvolga tushganini. Mana shu yerdan o'tishni o'zi qiyin, bolam, qaranglar. Oh my god. Qolganimni yo'qoldi. Buni buzib bo'ladimi? Menimcha buzib bo'lmaydi, bilmam yana ham. Lekin bu yerdan qanday chiqib ketish kerak. Voy. Nima bu? Bola yomon joni ketqirar ekan. Mayli. Hop, bu yerdan bunday sakrab o'tsamchi. To'g'ri, vobshetam, bu yerlarda ovqat va what the heck? Yondirish uchun narsalar. Ajoyib. Qiziq. Bu odamning miyasi ishlamasa kerak. Mayli. Qanaqadir qotyapti kompyuterim. Mayli, nima bo'lganda ham ajoyib. Biron shart yo'q edi. Bunaqa ishlatma, bunaqa ishlatma deyilmagan, to'g'rimi? Voy. Chiq. Bola chiqmayapti. Uy, yo'q. Uy. Qilib qolim. Sorry. Ovqatdan olamiz, lekin ovqat ajoyib. Menga endi yutuq berilsa kerak. Voy, to'xtanglar, mana bularni ham olishim kerak. Va yo'q. Iltimos. Yo'q. Mana qut. Voy. The heck. Voy, mana bularni qaranglar, ovqatlarim tushib ketdi. Tushib ketyapti. Bunday turibdi. Bu narsa hammasiga tushib ketyapti mana bolalar. Haqiqatan qaranglar. Mana yonib ketdi, bu ham yonib ketdi, ajoyib. Hoppa. Yo'qol bu yerdan. Qol. Sani kim qanaqa sharting? Endi menga pullarimni ber. Sanda bir marta urib qolim. Yutuqni mana bilan tez tozalash kerak. Ana portlat tashlamasin, bu g'uromlik qildi deb. Tez. Voy, men bu lavani oldiga desam, lavan ustiga ham qo'yib ajoyib. IQ number 1. Okay, oho, uyimni ichi to'la anavi. Nima edi? Ventilator. Yo'q. Yum. Voy, qanday bo'ldi bu? Eshikni ochganimdan portladi menimcha. Yo'q. Voy, shoshildimda bolalar.
Mana endi shu qilgani uchun ko'rsataman hali bunga hozir. Turinglar-da. Voy, men temirlarim. Hech bo'lmaganda temirlarim bo'lgan bo'lsa, temirlarim ham yo'q. Qo'yaman bunga. Qanaqa bo'lishini hazillar. Hozir. Voy, qani bashang qursin. Shunday qilib chiqayda bolalar 5 minut. Sabrella, qaraman. Hamma yerni portlatib tashlayman. Hamma joyda mana bunaqa narsalarni qo'yib tashlagan-ey. Voy bola qotyapti lekin nimagadir narsa qo'ygan paytim bilmadim. Yo'q, portladim, o'ldim, portladim. O'ldim. Voy. Oh my god, bye. Voy, yo'q, lava kelyapti oldimga, lava yo'q. Ola, yo'q, yordam. What the hell? Uy. Bro. The fuck? Mana bu qochim kerak. Qochmasam bo'lmaydi bu yerdan deyman-da, bilmadim bolalar qalay nimalar qilib tashladim. Ahvol juda ham chattoq, juda yomon. Menga pulni bersa bo'ldi ish qilib. Tepaga chiqaman. Bergimda chiqib qolaman. Voy. Ahvolni qarab bo'lmaydi. Nima ham derdik bolalar? Mayli bolalar, bugun sizlar bilan yana Arnold bo'ldim. Ikkinchi bola menga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin va qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Mayli bolalar, sog' salomat bo'linglar. Arnold chik baba bo'ldi. Hoppa.